Assalomu alaykum. Endi o'rganadigan mavzuyimiz 74-mavzu ulush va qismlar. Rasmdan foydalaning va savollarga javob bering. Mana ko'rib turibmiz, plitka shkalat. Sinfdagi har bir o'quvchi bir bo'lakdan shkalat olsa, sinfda nechta nafar o'quvchi bor deyapti. Xo'p, bo'laklar sonini sanaymiz. Bu tomonda 4 ta, bu tomonni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ta, demak 8 kara 4 24 ta bor ekan, demak sinfda o'quvchi. Endi bu shkalat necha kishiga bo'lib berish mumkin deyapti. Bu shkalatni biz bo'lib berishimiz mumkin 24 ta odamga, 12 ta odamga yoki 8 ta odamga bo'lib bersa bo'ladi, 6 taga bo'lsa bo'ladi, 3 taga bo'lsa bo'ladi, 4 taga bo'lsa bo'ladi, 2 taga bo'lsa bo'ladi, bitta odamga bersa ham bo'ladi. Xullas shunaqa holat. Endi anaqa qilib bittadan tekisni kamida deydigan bo'lsak-da. Endi mavzu haqida qisqacha tushuntirish berib o'tyapti. Mana bu yerda mana ulush bu butunning bo'linadigan teng qismlarining har biri ulush nomi uning necha qismga bo'linganligiga bog'liq. Agar shkalat 32 qismga bo'lingan bo'lsa, unda bitta bo'lak shkalatning 32 dan 1 ulushiga teng. Ulush degani qismda, bo'laklar soni. Endi mana 2 ni ko'ramiz. Matematik yozuvlar yordamida bo'yalgan qismni belgiladik. Ushbu yozuv qanday qoidaga ko'ra tuzilganini o'ylab qoping. Qarang. Mana 6 общий 6 ta bo'lak, mana bu 5 tasi bo'yalgan. Bunda ham mana общий 5 ta bo'lak, 3 tasi bo'yalgan. Общий 4 ta bo'lak, bittasi bo'yalgan, mana bitta donasi bo'yalgan xolos deyapmiz. Endi sonning qismi bir necha ulushlardan iborat bo'lishi mumkin. U maxsus ikki qavatli yozuv bilan yoziladi. Mana bunaqa kasr ko'rinishda deyiladi bu. Kasr yozuvi ko'rinishda yoziladi. Chiziq ostidagi son butun son necha qismga bo'linganligini ko'rsatadi, chiziq ustidagi son nechtasi olinganini ko'rsatadi. Ya'ni nechtasi bo'yalganini bo'lyapti. Endi misolda ko'ramiz. 3 har bir holatda oq shkalat qanday qismni tashkil etadi deyapti. Qarang, oq jami shkalatlar nechta? 9 ta. Oq nechta? Bitta. 9 dan 1. Bu holatda jami shkalatlar 4 kara 3 12 ta, nechtasi oq? 4 tasi. Bu joyda sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jami shkalatlar 14 ta, ikkitasi oq. Mana 14 dan 2. Shu bilan mana 3 ham tugadi. Endi 4. Murakkab masalalarni yeching. Shkalat tayyorlash uchun kakao donachalarini to'plash va ularni yanchish kerak. Har bir yanchilgan kakao donachalari uyumdan kakao kukuni hosil bo'ladi. Kakaoning qanday qismi yanchilgan deyapti. Xo'p, qarang. Общий kakao bitta bo'lak, ikkita bo'lak, 3 ta bo'lak, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Bu bitta bo'lak deb uyum qilingan xolos. 9 10 10 bitta. Общий 10 bitta bo'lak bo'lgan. Endi bizda qanday qismi yanchilgan? 3 tasi yanchilyapti. 11 dan 3 bo'lyapti. Endi bitta kakao donachasining massasi 3 gram, rasmdagi kakaoning umumiy massasi qanday? 10 bitta bo'lak, har bitta bo'lakda 1 2 3 4 5 6 7 tadan bor. Umumiy massani so'rayapti. 7 kara 11 77 gram bo'ladi demak. Xo'p, D. Yanchilgan kakao press vositasi qilib, undan kakao moyi olinadi. Kakao moyi yanchilgan massaning yarmini tashkil qiladi. Massasi 2 kg 400 gram bo'lgan yanchilgan kakaodan qancha moy olinadi? Qarang, yarmi olinadi deyaptim. Bo'ldi, 2 kg 400 gramdan 1 kg 200 gram olinadi. Yarmida chunki. Bo'ldi, 5-ga o'tamiz. Komponentlarni aralashtiring va natijada qanday massadagi shkalat hosil bo'lishini bilib oling deyapti. Xo'p, 181 kg kakao moyi, 4 gram kam kakao kukuni, demak bundan kakao moyidan 4 gram kam bo'ladigan bo'lsa 177 gram bo'lyapti. Kakao moyi va kakao kukuni birgalikda qancha bo'lsa, shuncha shakar kukuni, ikkovining yig'indisi deyapti. Ikkovining yig'indisi 358 gram bo'ladi. Endi 130 kg quruq sut, shakar kukunidan 2 marta kam qo'shimchalar. 358 2 marta kam deyapti. 179 gram. 1 kg vanilin. Okey. Savolda nima deydi? Qanday masalada shkalat hosil bo'lishini bilib oling. O'sha qanday shkalat hosil bo'ladi? Hammasini qo'shib chiqishimiz endi kerak. O'shanda bizda umumiy shkalat massasi chiqadi. Hammasini qo'shib chiqamiz. 181 plus 177 plus 358 plus 130 plus 179 va plus 1 kg 1000 bo'ladi. 1000. O'sha hammasini qo'shib natijaga erishamiz. Xo'p, ketdik. Xo'p, 358 ikkita, ya'ni ikkita 4 ta 5 ta. Qarang, mana 130 bilan 1000 ni qo'shib olaman. 1130 qo'shilgan. Ana bu 179 qolgan to'rttasini birga qo'shib ketaman.
Общий natijasi xo'p 5. Tak, to'g'ri. Tak, keyin 9 bo'ladi. 8 bo'ladi. 895 bo'lyapti. Endi ikkovini qo'shib oladigan bo'lsak, oxiri 5, keyin 2 birdilda 0, 2 kiloyu 25 gram. Ya'ni 2 kilogramu 25 gram shikolat hosil bo'lar ekan. Demak, 2 kilo shikolat hosil bo'lar ekan. Shu bilan bu mavzuyimiz ham tugadi. Bu mavzu yo'q, tugamadi. Menimcha 6 bor. 6. Bu mavzu kichkina ekan o'zi. 6. Bitta shikolatni yaratish uchun qancha vaqt ketadi? Oxirida mana shikolat hosil bo'lyapti. Vaqtlarni qo'shib chiqishimiz kerak. Xo'p, 7 sutka quyoshda quritish, 72 soat saralash va tozalash, 72 soatda 24 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, sutkaga o'tadi, ya'ni 3 sutka. Bu joyda ham 3 sutka turar ekan. Общий 7 3 3 bo'lib turib 13 ketdi. Xo'p. Keyin 16 soat presslash nima deyapti? Kakao donachalari tozalash, 1 soat kakao donachalarini qovurish, matda 1 soat vaqt bor ekan. 16 soat presslash vaqti bor ekan. Kakao moyi hosil bo'ladi, vanilin bir narsalarni qo'shib, X sutka aralashtiriladi. Matda 20 soat bor, matda 3 soat bor. Shikolat tayyor. Xo'p, ketdik. Sutkalarni qo'shaman, soatlarni qo'shaman. Sutkalarni qo'shishdan boshladim. 7 sutka, 3 sutka, 10 sutka, 10 ga 3, 13 sutka. Bular soatda. 13 sutkaga matda 2 sutka, 15 sutka. Menda hozircha 15 sutka bor. Endi soatlarni qo'shib chiqaman. 1 soat 16 soat, 17 soat bo'ldimi? Matda 3 soat, 20 soat, matda 20 soat, общий 40 soat. Endi общий hisoblaydigan bo'lsam, mana 40 soat ichida ham 1 sutka bor, ya'ni 16 sutka. Yana 24 ketgandan keyin 16 soat. 16 sutkaga 16 soat ketar ekan. Salkam 15 kun ketar ekan demak. Shu bilan mana bunimiz tayyor. Endi 7. Shikolatning bir bo'lagi uning qanday hisoblashini taxmin qiling. Ifodalarni ko'ra har bir bo'lak plitkaning massasi necha gramm ekanligini aniqlangan. Xo'p, bitta bo'lakni taxminan aniqlaymiz. Bu yerda hali aniq konkret bitta ma'lumot yo'q, chunki qog'oz tagida nechta bor bilmay qolishimiz mumkin. Xo'p, bu joyda qarang, mana bitta bo'lagim desam, o'sha bunaqadan 9 ta bo'lak bor. 9 ta bo'lak bo'lgandan keyin bittasi 9 dan birini tashkil qiladi. Mana bu joyda ham taxmin qilamiz. Mana bu yerda ham bitta bor deb, общий 8 ta bor, har bittasi 8 dan birini tashkil qiladi. Mana bu joyda endi bunday bo'laklarni taxminan olamiz endi. Menimcha 4 ta bor. 4 ta bo'lsa bittasi 4 dan 1 bo'ladi. Endi misollar javobini hisoblaganimizda chiqadi uni har birini alohida massasi. Ketdik, hisoblashni boshlaymiz. Birinchi ayirishni bajarib olishim kerak. Qolgan narsalarga tegmay turaman. Ketdik, ayirishim natijasi 1 1 2 4 24 ekan. Endi bo'lishni bajarib olishim kerak-da. Ana 457.800 da bo'lishim kerak bo'ladi 24 ga. Xo'p, ketdik. Buni natijasi bo'lganim natijasi 19075 chiqadi. Ayirishim kerak 19000 ni. Natija 75 gram. Bu shikolatimiz massasi. Endi keyingisi qo'shib olishim kerak 18 ga 17 35. 142 ni 35 ga ko'paytirib 70 ga bo'ladigan bo'lsam, o'sha natijani yozib qo'yaman men. Sizlar hisoblab chiqaverasizlar, alohida ko'paytirib. Natijam 71 gram chiqadi. Endi bu joyda avval qo'shib olishim kerak. 1 dilda, 2 dildagi bilan va 5 ko'paygan 3. Endi 1578 da ayirishim kerak bo'lyapti bu yerda. Xo'p, natija 1578 ayrilgan 521 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 63 bo'ladi. Endi ayiradigan bo'lsak 15. Bo'ldi, hammasini topib bo'ldik. Bu 15 gram ekan. Bu 71, bu 75 gram ekan. Mana 7 nechta bo'ldik. Endi 8. 1 kilogramli sutli shikolat tayyorlash uchun 90 ta kakao donachasi kerak bo'ladi. Bitta mevada mavjud. 50 donadan bor, 90 ta kerak 1 kilo uchun. 3 kilo shikolat tayyorlash uchun qancha meva yig'ish kerak? Xo'p, qarang. 900 ta kakao kerak bizga. Bitta mevada 50 ta bor. Nechta meva yig'ishimiz kerak? 1 kilo uchun chiqadi. 900 da bo'lib o'rganimda 50 ga. Xo'p, natijam 18 ta meva. Bu 1 kilo uchun
Bizda 3 kiloni so'rayapti. Demak, 18 dan 3 ta kerak, ya'ni 54 ta kerak bo'ladi. Mana buni javobi chiqdi. Shu bilan bu misolimiz tugadi. Mavzuyimiz ham tugadi. Misollari oz ekan bu mavzuyimizni. Keyingi mavzu boshqa bo'lib ketyapti. Bo'ldi, salomat bo'linglar. Tushunmaganinglarni izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi.